Hozirgi kunda mashinalar narxi juda ham tez tushib ketyapti. Sababi talab va taklif degan narsa bor. Hozirgi kunda taklif juda ham ko'payib, talab kamaydi. Oldinlari talab juda ko'p edi, taklif kam edi. Faqat o'zimizning GM avtomashinalariga talab ko'p edi. Hozir endi qo'yaverasiz. Nomi allambalo mashinalar ko'payib, hatto o'zimizning GM mashinalarni ham olishmayapti. Taklif ko'payib ketdi. Konkurent ko'p. Shuni hisobiga mashinalar narxi paq tashlavoryapti. Bu narsa yaxshi, lekin haqiqiy tadbirkor uchun bu narsa yomon. Biz O'zbekistonda biron bir biznes qildingizmi? Boshqalar bundoq qaraydi, deydi, bu zo'rga ketib, davay deydi, biz ham qilamiz shunaqa deydi. Bu narsa maymun biznes deydi. Shunaqa odamlar o'zida bir mustaqil fikri bo'lmaydi. Boshqalarning ishini ko'rib, "Voy, men ham qilaman." O'ylamaydi. Buni tagida qanaqa mashaqqat bor. Chunki so'ysa qassob so'ysin deydi. Hamma o'zining ishini qilsa-da. Hozirgi kunda nima ko'p? Mashina purish ko'payib ketdi. Qayerga qarama mashina purish. Sivilizatsiya rivojlangan sari o'sha internet orqali onlayn hamma mashina sotib ketyapti. Hamma mashina purish. Hozir tadbirkorlar shug'ullangan paytimizda atrofimizdagilar biz qilgan ish qilardi. Keyin mahsulotimizning narxi keskin tushib ketardi. Juda ham tushib ketardi. Kapek arzimagan pul bo'lib qolardi. Tekinga tarqatgan paytlarimiz ham bo'lgan. Talab ko'paygan sari taklif kamayadi. Shuni hisobiga mashinalar narxi normalniy tushdi. Barchaga sabr, mashina purishlar, haqiqiy mashina purishlarga sabr. Mashinasini sota olmayotganlarga ham sabr, lekin oluvchilarga esa sizlarni tabriklaymiz. Qaddinglar nuringlar, davringlar keldi, ming bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin, omonat dunyoda omon bo'laylik.